Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugun o'sha mashhur bo'lgan 1025.3 traktori hamda unga konkurent bo'la oladigan Yutoni 1104 traktorni sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Albatta bizni qo'llab-quvvatlash uchun layklarni, yurakchani qizartirib qo'yasizlar va kommentariyada, izohlarda o'z fikrlaringizni bildirib ketsalaringiz biz o'shanga qarab video tayyorlashda davom etamiz. Albatta, kamchilik, xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Xato kamchiliklarni yozib ketasiz degan umiddamiz. Unda boshladik. Mashhur bo'lgan Belarus traktorlaridan boshlaymiz. Belarus 1025.3 legendarniy bo'lgan 4 portion. 4 portionlarning ichida eng nima deydi, akasi deb aytsa ham bo'ladi buni. Bu traktorimizni gulshtullari hozir yangi kelganda bu traktorimiz. Gulshtullarini bir to'g'rilayveramiz, hozir bitta ko'rsatib o'ramiz. Oldiga mana ko'rishingiz mumkin, tosh uchun plankalar ham tashab ketilgan. Bemalol agar tosh kerak bo'lsa ham servisda akalarimizdan bemalol kelib toshlarni ham xarid qilishlari mumkin. Motorni bir ko'rib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu 1025.3, 1022 dan intercoolerida farq qiladi. Qo'shimcha radiator tashab ketilgan, o'sha turbo kompressorga muzdek havo borib, yonuvchanligini 100% ga oshirib, ot kuchini ham ko'paytirib beradi. Naqd 108 ta 110 ta ot kuchi bor 1025.3 traktorimizda. Apparat qismlari ham oddiy apparat, mana kelib ko'rishingiz mumkin. Farsunka apparat hisoblanadi. Salarga tanlamaydi. O'zbekiston sharoitida bemalol bosib ishlatadigan akalarimiz, bosib ishlatadigan traktor. Ko'rishingiz mumkin, mana yangicha salon qismlari o'sha qizil, o'sha qora kombinatsiyalangan. Salon qismi ham, konditsionerlari ham bor 1025.3 ta. Salonlari ham yangicha, mana sedinlari ham yangicha, pilotli sedinlar kelgan. Bundan tashqari konditsioner, magnitofonlari ham bor. Bu traktorimizda filtrlari, motor qismini akalarimizga ko'p tushuntirishimiz shart emas. Sababi bu traktorga qiziqqan odam buni hammasini yaxshi biladi. Balonlari ham o'sha 18 ga 4 R34 razmerda. Orqa naviskaga keladigan bo'lsak, orqa naviska ikkitalik silindrli, naqd 2,5-3 tonnagacha bo'lgan agregatlarni bemalol ko'tarib ishlata oladi. Gidravlika, elektrochas qismlari zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Traktorimiz ko'rishingiz mumkin, sotuvda tayyor. Bemalol kelib traktor boringizga, bundan tashqari filiallarimizga borib ham traktorni xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich 25% deysizmi, 100% yoki 100% persinaga naqd to'layman deganlarga bonuslari, katta chegirmalari ham bor. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyaga Belarus so'zini yozib qoldirsalaringiz, biz Belarus haqida yoki Yuto so'zini yozib qoldirsalaringiz Yuto haqida batafsil ma'lumot beramiz. Hozirgi kundagi narxi, eng qiziq joyi, narxini ham birdan aytib o'tamiz. Traktor boruzda 1025.3 traktorimiz hozirgi kundagi narxi 510 million so'm. To'g'ri eshitdingiz, 1025.3imiz 510 million so'm. Endi hozir yevro standartlarga javob beradigan, oldida toshlari bilan o'sha 1025.3 traktorga konkurent bo'ladigan Yutoni 115 talik naqd 1104 modeli. Bunda turbo kompressor, bundan tashqari intercoolerlari ham bor. Hozir birdaniga buni oldidan ko'rib o'tamiz. Qizil qora kombinatsiya, salon qismi ham o'sha kapsula shaklda ishlab chiqarilgan, oynali, ko'p joylari ko'plab akalarimizga ma'qul bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, mana hozir bir motorlarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Qo'shimcha radiatorlari bor, sababi intercooleri bor bu traktorda. Turbo kompressor, gidravlika sistemalari ham o'sha orqa naviskalari bilan alohida gidrobachaklarda joylashgan. Bu qishloq sharoitida o'zimizda fermer akalarimiz biladi, juda ham qo'l keladi. Bundan tashqari bu traktorimiz bemalol 76 qatorrasiga bemalol tushadi. 1025.3 ham 76 qatorrasiga ham tushirib ishlatib yuribdi. Salon qismida orqa kameralarigacha bor. Hozir uni ham birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Ulug'bek, keling unda. Aklarni ham ko'rishingiz mumkin. Oddiy plasmas emas. Mana bu traktorimiz yangilangan 1104 modeli. Orqa naviska ham o'zini o'zi bosadigan bo'lib kelgan. Orqa balonlarida ham toshlari ham bor. Qo'shimcha ventilatorlar ham tashab ketilgan. Luklariga alohida tema. Bu o'sha aytganimizdek super kar emas, super traktor bu traktorimiz. Hozirgi kundagi narxini ham birdan aytib o'tamiz. 1104 modelimiz 440 million so'm. To'g'ri eshitdingiz, 440 million so'm. Orqa naviskalari ikkitalik gidravlический silindr, bundan tashqari o'rtada katta silindrli. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, reversli traktorimiz, reversi ham bor. Bu pol avtomat degani,
ichki bartovoy, orqa kurchoklari, naviska ko'taradiganlari ko'plab traktorlarga o'xshab quyma yoki bir-biriga ulangan emas, zavodskiy bitta lazerda tekislangan kurchokli bo'lib kelgan traktorimiz. 1104 modelimiz mana shunaqa. Hozirda ko'pchilikda shunaqangi bir savol bor. Xitoy traktorlari yaxshi emas. Xitoy traktorlari bunaqa chiqyapti, Xitoy traktorlari yo'q, unaqa emas akalar. Xitoy traktorlari ham zo'r chiqyapti, komfort jihatdan ham ancha qulay, ham Belarus traktorlariga bemalol raqobatlashadigan bo'lib kelyapti. Buni sizlar traktor boruzga kelib, xohlasangiz test drive qilib, bir sinab ko'rishlaringiz mumkin. Traktor boruzda hozirgi narxini ham aytib o'tdik, 440 million so'm. Aytib o'tganimizdek, boshlang'ich 25% bilan 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda lizing asosida yoki 100% to'lovga naqd to'layman degan akalarga katta chegirmalar bor. Persina qilaman degan akalar ham bemalol o'tkazishlari mumkin. Bemalol kelib traktor boruzdan xarid qilishlari mumkin. Bundan tashqari vodiyda, Surxondaryoda, Buxoroda, Samarqandda, Xorazmda filiallarimiz bor. O'sha yerga borib akalarimiz ko'rishlari mumkin, test drive ko'rishlari ham mumkin. Hamma sharoitlarni qilib beramiz. Bundan tashqari hozir mana shu traktorlarni olganlarga katta aksiyalar bor. O'sha bonuslar bor. Bu bonuslarni bilish uchun, batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sizlarga batafsil tanishtirib o'tamiz. Videomiz qisqa bo'ldi. Qisqa bo'lishiga qaramasdan yoqqan degan, sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta yurakchani qizartirib, do'stlaringizga ulashib, kommentariyada kamchiliklarni yozib yoki keyingi traktor qanaqa bo'lishini yozib ketsalaringiz, biz albatta o'shanga qarab traktor boruz jamoasi mehnat qilib sizlarga ko'rsatib chiqamiz. Ko'rdilaringiz mana traktorlar 1023 ham, 1104 ham albatta biz tavsiya beramiz, lekin tanlov o'zlaringizda kelib bemalol o'zlaringiz ko'rib tanlovni qilib xarid qilishlaringiz mumkin. Aksiya bonuslar esa bizdan-da akalar. Traktor boruz salonlarida sizlarni kutib qolamiz.